Bugundan boshlab X50 avtomashinalarini boshlang'ich to'lovini $6,500 demaymiz. $6,000 ham demaymiz. Xalq uchun bo'lsa, xalq maza qilsin, birinchi pozitsiyasini $5,250 dan chiqarib beramiz. Ikkinchi pozitsiyasini esa $5,650 dan rasmiylashtirib beramiz. Kunlik to'lov qiziq bo'lsa agar, kunlik to'lovni birinchi pozitsiyasiga $177 ming so'mdan chiqarib berasizlar. Ikkinchi pozitsiyasini esa $183 ming so'mdan rasmiylashtirib har bitta mijozga berasizlar. Xuddi shunday X70 avtomashinamizni, xalq eng ko'p so'raydigan avtomashinamizni birinchi pozitsiyasini $5,900 bilan, ikkinchi pozitsiyasini $6,100 bilan, uchinchi pozitsiyasini esa $6,200 bilan chiqarib berasizlar. Kunlik to'lovi kimga qiziq bo'lsa agar, birinchi pozitsiyasi $203 ming so'mdan, ikkinchi pozitsiyasi esa $208 ming so'mdan, uchinchi pozitsiyasini $212 ming so'mdan chiqarib berasizlar. Bonuslariga kelsak, har bir xarid qilgan mijozimizga parok, polik, radiator zashita va tonirovkasini tortib beramiz. Bu avtosalon nomidan har bir xarid qilgan mijozimizga. Kimga qaysi avtomashinani kunlik to'lovi yoki oylik to'lovi qiziq bo'lsa, kommentariyada X50 yoki X70 so'zini yozib qoldiringlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar.